Agar eshigingiz taqillasa, tashqaridan militsiya oching degan ovoz kelsa, yoki bundan ham yomoni eshikni tepib sindirib kirishga urinishsa, ko'pchilik odam vahimaga tushadi. Ochaymi, ochmaymi, qarshilik qilaymi? Telefonimga olaymi, hujjat so'rasam bo'ladimi? Bugungi video aynan so'rasam bo'ladimi? Bugungi video aynan shu holat haqida. Bu ma'lumot 15 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan har bir O'zbekiston fuqarosi uchun juda muhim. Chunki uy daxlsizligi, shaxsiy hayot, tintuv, ushlash va tekshiruv masalalari har kimning boshiga tushishi mumkin. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Militsiya, ya'ni hozirgi nom bilan ichki ishlar organlari xodimlari qachon uyga kirishi mumkin, qachon kira olmaydi. Eshik buzilsa nima qilish kerak? O'zingizni qonuniy yo'l bilan qanday himoya qilasiz? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy ma'lumotlar odamni katta muammolardan asrab qoladi. Avvalo bir narsani aniq aytaman. O'zbekistonda uy-joy daxlsizligi konstitutsiyaviy huquq hisoblanadi. Ya'ni siz yashayotgan uy, kvartira, hovli, ijaradagi xona yoki doimiy yashash joyingizga davlat organi xodimi xohladim, kirdim deb kirishi mumkin emas. Buning uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Bu asos tintuv qarori, ko'zdan kechirish zarurati, jinoyat sodir etilayotgani haqida real xavf, gumon qilinayotgan shaxsni qo'yib kelish, ichkarida odam hayoti xavf ostida qolgan holat kabi vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ilgari odamlar militsiya kelsa, eshikni ochmasang yomon bo'ladi. Hujjat so'rashga haqqing yo'q, telefonga olish mumkin emas deb o'ylardi. Ko'pchilik qo'rqqani uchun o'z huquqini bilmasdan xodimlar nima desa shuni qilardi. Natijada ayrim holatlarda noqonuniy tintuvlar, asossiz olib ketishlar, guvohlarsiz tekshiruvlar, buyumlarni rasmiy bayonnomasiz olib qo'yish holatlari uchragan. Hozir esa vaziyat boshqacha. Fuqarolarning huquqiy savodxonligi oshyapti. Advokat chaqirish huquqi ko'proq tanilyapti. Mail 2 orqali murojaat qilish, prokuraturaga, ombudsmanga, prezident virtual qabulxonasiga, sudga shikoyat qilish imkoniyatlari bor. Bundan tashqari, ko'plab xodimlarda body kamera bo'lishi mumkin. Fuqarolar ham o'z xavfsizligi uchun video yozuv qilishi mumkin. Lekin bu hamma narsa ideal bo'ldi degani emas. Amaliyotda hali ham eshikni och bo'lmasa buzamiz. Keyin tushuntiramiz. Bu tezkor tadbir degan gaplar bilan odamni qo'rqitish holatlari uchraydi. Shuning uchun men sizga ikkita muhim chegarani ajratib beraman. Birinchisi, qonuniy talabga bo'ysunish kerak. Agar xodimlar qonuniy asos bilan kelgan bo'lsa, siz jismoniy qarshilik qilmasligingiz kerak. Ikkinchisi, qonunsiz harakatga ko'z yumib turish shart emas. Siz hujjat so'rashingiz, asosini bilishingiz, advokat chaqirishingiz, videoga olishingiz, bayonnomani o'qishingiz, e'tiroz yozishingiz va keyin shikoyat qilishingiz mumkin. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim olmaslik kerak? Men birinchi navbatda uyga kirish bilan uyda tintuv o'tkazishni ajrataman. Xodim eshigingiz oldiga kelib, siz bilan gaplashishi boshqa masala. Uy ichiga kirishi boshqa masala. Shkaf, telefon, sumka, kompyuter, hujjat, seyf, yotoqxona, omborxonani tekshirishi esa umuman boshqa masala. Har bir bosqich uchun asos kerak. Masalan, oddiy holat. Kechasi soat 20:30da 2 nafar IB xodimi kelib, qo'shniga shikoyat qildi. Musiqa baland, iltimos pasaytiring desa, siz eshik oldida gaplashishingiz mumkin. Bunday holatda ularni uyga kiritish majburiy emas. Siz marhamat, xizmat guvohnomangizni ko'rsating, qaysi bo'limdan keldingiz. Murojaat raqami bormi deb so'rashingiz mumkin. Agar ular faqat ogohlantirish uchun kelgan bo'lsa, eshik oldida masala hal bo'ladi. Boshqa misol, ertalab soat 06:00da 6 nafar xodim kelib, uyingizda tintuv bo'ladi desa, bu jiddiy holat. Siz vahima qilmasdan, avvalo xizmat guvohnomalarini, tintuv o'tkazish to'g'risidagi qaror yoki sud ajrimi, prokuror sanksiyasi yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa hujjatni ko'rsatishni so'raysiz. Hujjatda kimning uyi, qaysi manzil, qaysi jinoyat ishi yoki material doirasida nimani qidirish maqsadida tintuv o'tkazilayotgani ko'rsatilishi kerak. Agar hujjatda undik uy, 45 xonadon deb yozilgan, siz esa 46 xonadonda yashasangiz, katta muammo. Bunday vaziyatda darhol e'tiroz bildirasiz, videoga olasiz. Manzil mos kelmayapti deb aytasiz. Endi kim xavotir olishi kerak? Birinchi toifa, uyda boshqa odamning hujjatlari, bank kartalari, noqonuniy buyumlar, taqiqlangan moddalar, qurol, soxta muft, noqonuniy elektron qurilmalar, firibgarlikda ishlatilgan telefon yoki sim karta bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar.
Ba'zan odam meniki emas, tanishim tashlab ketgan deydi. Lekin tintuvda buyum sizning uyingizdan topilsa, savollar sizga ham beriladi. Shuning uchun uyda kim nima saqlayotganini bilish juda muhim. Ikkinchi toifa ijaraga xona beradiganlar. Masalan, siz 3 xonali kvartiraning bitta xonasini 2 nafar yigitga ijaraga berdingizsa, pasport nusxasini olmadingiz, shartnoma qilmadingiz. Ular esa internet orqali firibgarlik qilgan bo'lishi mumkin. Bir kuni IB xodimlari keladi, kompyuter, telefon, router, fleshkada izlaydi. Siz men bilmasdim deysiz, lekin uyingiz tintuv qilinadi. Shuning uchun ijarachi bilan rasmiy shartnoma qilish, pasport ma'lumotlarini bilish, kim yashayotganini nazorat qilish kerak. Uchinchi toifa, oilada janjal, zo'ravonlik, bolalar xavfsizligi bilan bog'liq chaqiruvlar bo'ladigan xonadonlar. Masalan, qo'shni milikiga ichkarida ayol qichqiryapti, bolalar yig'layapti deb qo'ng'iroq qiladi. Xodimlar kelganda ichkaridan yordam so'rash ovozi eshitilsa, ular ba'zi holatlarda kechiktirmasdan kirishga harakat qilishi mumkin. Chunki odam hayoti va sog'lig'i birinchi o'rinda turadi. Bunday vaziyatda uy daxlsizligi degan huquq odam hayotini xavf ostida qoldirish uchun ishlatilmaydi. Kim unchalik xavotir olmasligi kerak? Agar siz oddiy fuqaro bo'lsangiz, uyda noqonuniy buyum saqlamasangiz, ijarachilarni rasmiylashtirgan bo'lsangiz, telefon va hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, kimdir kelib ochmasang buzamiz desa ham vahima qilmaslik kerak. Sizning vazifangiz janjal qilish emas, balki jarayonni qonuniy izga tushirish. Guvohnomangizni ko'rsating. Kirish uchun asosni ko'rsating. Advokatimga qo'ng'iroq qilaman, bayonnomaga e'tirozimni yozaman degan iboralar sizni ancha himoya qiladi. Yana bir real hayotiy misol. Tasavvur qiling, soat 07:25. Uyda xotin va 2 farzand bor. Eshik qattiq taqillaydi. Tashqarida 5 nafar xodim. Ular o'g'lingizning telefoni orqali firibgarlik bo'lgan, tekshiruv qilamiz deyishadi. Ota darhol eshikni ochib yuboradi, hamma uyga kiradi. Tellar stolga qo'yiladi, keyin ulardan biri olib ketiladi. Bayonnoma tuzilmagan, kim olgan noma'lum. Mana shu xatolik. To'g'ri yo'l qanday? Eshikni zanjir yoki ichki qo'l orqali ozgina ochib, xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Qaysi organ, qaysi asos, tintuvmi yoki suhbatmi deb so'rash. Agar telefon olib qo'yilsa, albatta bayonnoma, qurilmaning modeli, e-mail raqami, holati, ichida sim karta bor yo'qligi, kimdan olingani yozilishi kerak. Yana bir misol, xodimlar gumon qilinayotgan shaxsni qo'yib kelishmoqda. U ko'chadan qochib sizning hovlingizga sakrab kirgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda xodimlar zudlik bilan kirishga urinishi mumkin. Bu oddiy tintuv emas, ushlash bilan bog'liq shoshilinch holat. Siz bu paytda xodimlarga jismoniy to'sqinlik qilmasligingiz kerak. Lekin keyin baribir kim kirgani, nima qilgani, nimani sindirgani, nimani olib chiqqani bo'yicha rasmiylashtirish atab qilishingiz mumkin. Eng katta tuzoq shuki, odamlar agar hujjat ko'rsatmasa, men umuman eshikni ochmayman deb o'ylaydi. Bu har doim ham xavfsiz taktika emas. Agar tashqarida haqiqatan ham qonuniy tintuv guruhi turgan bo'lsa, siz ichkaridan dalillarni yo'q qilyapti deb baholanishingiz mumkin. Bunday vaziyatda eshikni mutlaqo ochmaslik oxir-oqibat eshik buzilishiga olib kelishi mumkin. Men tavsiya qiladigan yo'l, eshikni xavfsiz masofada zanjir bilan yoki domofon orqali ochib, muloqotni boshlash, hujjatni kameraga ko'rsatishni so'rash, advokatga qo'ng'iroq qilish, lekin jismoniy qarshilik qilmaslik. Ikkinchi nozik jihat, videoga olish. Ko'p odam militsiyani videoga olish mumkin emas degan gapdan qo'rqadi. Siz o'z uyingizda o'z huquqingizni himoya qilish maqsadida jarayonni videoga olishingiz mumkin. Lekin buni provokatsiya, haqorat, xodimning yuziga telefon tiqish, xizmat vazifasiga xalaqit berish shaklida qilmaslik kerak. Telefonni qo'lingizda tutib, xotirjam ovozda men jarayonni o'z xavfsizligim uchun videoga olyapman deb ayting. Agar ular olma desa, qaysi qonun asosida taqiqlanyapti? Iltimos bayonnomaga kiriting deb ayting. Uchinchi nozik jihat, xolislar masalasi. Tintuv, olib qo'yish, ko'zdan kechirish kabi protsessual harakatlarda odatda xolislar yoki texnik qayd vositalari, ya'ni video yozuv muhim rol o'ynaydi. Siz xolislar kim? Ular xodim emasmi, qo'shnilardanmi? Ularning ma'lumotlari bayonnomaga kiritildimi deb so'rashingiz mumkin. Chunki keyin mana bu buyum shkafdan chiqdi deyilsa, o'sha paytda kim ko'rgan, qanday olingan, qayerdan olingan? Bu juda muhim bo'ladi. 4-tuzoq, bayonnomani o'qimasdan imzo qo'yish. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xato shu. Odam charchagan, qo'rqib qolgan xodim
tezroq imzo qo'ying, ketamiz deydi. Bayonnomada esa fuqaro e'tirozsiz rozilik bildirdi. Tintuv vaqtida hech qanday shikoyat bo'lmadi. Buyumlar ixtiyoriy topshirildi deb yozilgan bo'lishi mumkin. Agar siz aslida rozi bo'lmagan bo'lsangiz, albatta yozing. Tintuvga e'tirozim bor. Advokat kelishini so'ragan edim. Eshik shikastlandi. Falon buyum qayerdan olinganini ko'rmadim. Video yozuv to'liq taqdim etilmadi. İmzo qo'yishdan oldin har bir satrni o'qing. 5-nozik jihat qarindoshning uyi. Masalan, xodimlar akangizni qidirib sizning uyingizga kelishdi. Siz u bu yerda yashamaydi deysiz. Agar ularda aynan sizning manzilingiz bo'yicha asos bo'lmasa, ular shunchaki tekshiruv suhbati o'tkazishi mumkin. Lekin uyingizni tetkilash uchun alohida asos kerak. Akangiz shu yerga kelib turadi degan umumiy gap tintuv uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Siz agar rasmiy hujjat bo'lsa ko'rsating, bo'lmasa yozma chaqiruv qoldiring deyishingiz mumkin. 6-nozik jihat. Ijara uyida yashayotgan odam, uy sizniki bo'lmasa ham siz yashayotgan joy daxlsiz hisoblanadi. Ya'ni bu uy seniki emas, egasiniki. Shuning uchun kiramiz degan gap doim ham to'g'ri emas. Agar siz u yerda qonuniy yashayotgan bo'lsangiz, shaxsiy xonangiz, buyumlaringiz, telefoningiz, hujjatlaringiz bo'yicha huquqlaringiz bor. Uy egasi rozilik berdi degani sizning barcha shaxsiy narsalaringizni tekshirish mumkin degani emas. 7-nozik jihat eshikni buzish xarajatlari. Agar kirish qonuniy asosda shoshilinch zarurat bilan amalga oshirilgan bo'lsa, keyin zararni undirish masalasi murakkab bo'ladi. Lekin agar xodimlar asossiz, noto'g'ri manzilga, hujjatsiz, qonuniy tartibni buzib kirgan bo'lsa, siz eshik, qulf, kamera, mebel, telefon, boshqa zararlar bo'yicha dalil to'plab shikoyat va zarar qoplash masalasini ko'tarishingiz mumkin. Buning uchun darhol suratga olish, ustadan dalolatnoma yoki chek olish, qo'shnilar guvohligini yozib qo'yish kerak. Birinchi qadam. Vahima qilmang va jismoniy qarshilik ko'rsatmang. Eshikni ichkaridan tanangiz bilan tirab turish, xodimni itarish, haqorat qilish, qo'l ko'tarish juda xavfli. Bu sizga alohida muammo keltirishi mumkin. Sizning kuchingiz baqirishda emas, jarayonni hujjatlashtirishda. Ikkinchi qadam, darhol telefoningizni yozuvga qo'ying. Agar uyda turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yoki ota-onangiz bo'lsa, ulardan biriga videoga olishni ayting. Ovoz aniq yozilsin. Bugun sana falon, vaqt falon, manzil falon, eshik oldida IB xodimlari turibdi. Kirish asosini so'rayapman deb ayting. Bu keyinchalik juda kuchli dalil bo'lishi mumkin. 3-qadam. Eshik ortidan xotirjam savol bering. Kimsiz? Qaysi bo'lim? Xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Uyga kirish uchun qaror yoki ajrim bormi? Qaysi ish bo'yicha keldingiz? Savollarni muloyim, lekin qat'iy bering. Siz tergovni to'xtatayotganingiz yo'q, huquqingizni aniqlayapsiz. 4-qadam, advokatga qo'ng'iroq qiling. Agar advokatingiz bo'lmasa, yaqinlaringizga yozing. Uyga ib keldi, advokat toping, manzilimizga yuboring. Agar siz gumon qilinuvchi sifatida olib ketilayotgan bo'lsangiz, advokat talab qiling. Advokatim kelmaguncha tushuntirish berishni xohlamayman deyish ko'p holatlarda sizni noto'g'ri gapirib qo'yishdan saqlaydi. Chunki odam qo'rqqanda o'zi tushunmagan narsaga ham ha deb yuborishi mumkin. 5-qadam. Hujjatlarni tekshiring. Agar tintuv qarori ko'rsatilsa, undagi manzil, ism, familiya, sana, organ nomi, mansabdor shaxs imzosi, ish raqami, tintuv maqsadini ko'ring. Suratga olishga ruxsat so'rang. Agar suratga olishga bermasa, hech bo'lmasa ovoz chiqarib o'qib, videoda qayd qiling. Hujjatda falon manzil yozilgan. Men falon manzilda yashayman yoki hujjatni to'liq ko'rsatishmadi deb ayting. 6-qadam. Tintuv vaqtida hamma xona bo'yicha kuzatuv qiling. Iloji bo'lsa, bitta xodim bilan bitta xona. Hamma bir vaqtda turli xonalarga kirib ketmasin deb so'rang. Chunki keyin qaysi buyum qayerdan chiqqanini bilmay qolishingiz mumkin. Shkaf ochilsa, kamera o'sha yerda bo'lsin. Sumka ochilsa, kim ochganini yozib oling. Telefon, notebook, fleshka, pul, hujjat olinganda bayonnomani yozdiring. 7-qadam. Pul va qimmat buyumlar masalasida juda ehtiyot bo'ling. Masalan, uyda $5,000, 20 million so'm oltin taqinchoq bo'lsa, tintuv vaqtida ularning miqdorini ovoz chiqarib ayting. Mana bu pul falon joydan olindi. Miqdori falon, sanab bayonnomaga kiriting deng. Pulni keyin sanaymiz deb olib ketishlariga rozi bo'lmang, agar olib ketilsa. Qaysi paketga joylandi, kim muhrladi, paket raqami bormi, bularni yozdiring. 8-qadam, telefon paroli haqida. Bu juda nozik masala. Ayrim holatlarda xodimlar
parolni ayt deb talab qiladi. Siz vaziyatga qarab advokat bilan maslahatlashishingiz kerak. Chunki telefon ichida shaxsiy yozishmalar, bank ilovalari, oilaviy suratlar, ish sirlaringiz bo'lishi mumkin. Agar telefon olib qo'yilsa, uning modeli, rangi, e-mail, SIM karta raqami, tashqi holati bayonnomaga kiritilsin. Telefonni qarab beramiz deb bayonnomasi olib chiqib ketishlariga yo'l qo'ymang. 9-qadam bayonnomaga e'tiroz yozing. Agar sizga advokat chaqirishga imkon berishmagan bo'lsa, yozing. Agar eshikka buzilgan bo'lsa, yozing. Agar xodimlar o'zini tanishtirmagan bo'lsa, yozing. Agar hujjat ko'rsatilmagan bo'lsa, yozing. Agar xolislar kech kelgan bo'lsa, yozing. Bayonnomada e'tiroz uchun joy bo'lmasa, e'tirozlarim ilova qilinadi deb alohida varaq yozing va nusxasini olib qolishga harakat qiling. 10-qadam xodimlar ketganidan keyin darhol dalil to'plang. Eshik, qulf, rom, kamera, mebel, pol, devor, sindirilgan narsalarni suratga oling. Qo'shnilardan kim nimani ko'rganini so'rang. Ularning ism, familiyasi va telefonini yozib oling. Agar ustani chaqirsangiz, chek yoki tilxat oling. Falon sanada eshik qulfini almashtirish uchun falon summa to'landi. Bu keyin zarar bo'yicha kerak bo'ladi. 11-qadam qayerga murojaat qilishni biling. Agar siz xodimlarning harakati qonunsiz bo'lgan deb hisoblasangiz, tuman yoki shahar prokuraturasiga yozma shikoyat qiling. Ichki ishlar organlarining o'z xavfsizlik bo'linmalariga murojaat qiling. Mil ishchi orqali qayd qildiring, murojaat raqamini oling. Ombudsmanga yozishingiz mumkin. Prezident virtual qabulxonasi orqali ham murojaat yuborish mumkin. Agar protsessual qarorlar bo'yicha norozi bo'lsangiz, advokat orqali sudga shikoyat qilish masalasini ko'ring. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yoziladi. Meni qo'rqitishdi deyishning o'zi kam. Aniq yozing. Sana, vaqt, manzil, nechta xodim, kim o'zini tanishtirdi, qanday hujjat ko'rsatildi yoki ko'rsatilmadi, eshik qanday shikastlandi, nimalar olib qo'yildi, bayonnoma berildimi? Video yozuv bormi, guvohlar kim? Ilova sifatida foto, video chek, bayonnoma nusxasi, tibbiy ma'lumotnoma bo'lsa, qo'shing. Agar sizni olib ketsa, yaqinlaringiz nima qiladi? Ular qaysi IIB bo'limiga olib ketilganingizni aniqlash kerak. Mayikiga qo'ng'iroq qilib, falon shaxs falon vaqtda olib ketildi, qayerdaligini aniqlab berishni so'rashi mumkin. Advokat yuborish kerak. Siz esa bo'limda hujjatlarni o'qimasdan imzo qo'ymang. Tushuntirish yozayotganda har bir so'zni o'ylang. Men advokat ishtirokida ko'rsatma beraman deb aytish huquqingiz borligini unutmang. Yana bir muhim maslahat. Uyda favqulodda papka bo'lsin. Unda pasport nusxalari, uy hujjatlari yoki ijara shartnomasi, advokat yoki ishonchli yurist raqami, yaqin qarindoshlar raqami, bolalar hujjatlari, muhim tibbiy ma'lumotlar bo'lsin. Agar kutilmagan holat bo'lsa, oila a'zolari kimga qo'ng'iroq qilishni bilsin. Ayniqsa uyda keksalar yoki voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, ularga oddiy qoida o'rgating. Eshikni darhol ochmang, kattalarga qo'ng'iroq qiling. Xodimdan guvohnoma so'rang, janjal qilmang. Demak, asosiy fikr shuki, uy daxlsizligi sizning muhim huquqingiz, lekin u mutlaq davr emas. Qonuniy asos bo'lsa, ichki ishlar organlari ayrim holatlarda uyga kirishi, tintuv o'tkazishi yoki shoshilinch choralar ko'rishi mumkin. Sizning vazifangiz qarshilik ko'rsatish emas, balki hamma narsani qonuniy tartibda talab qilish. Guvohnoma, asos, hujjat, advokat, bayonnoma, xolis, video yozuv va e'tiroz. Eshik buzilayotgan bo'lsa, eng xavfsiz yo'l tinch turish, videoga olish, asosni so'rash, advokatga qo'ng'iroq qilish, bayonnoma diqqat bilan o'qish va keyin qonuniy shikoyat qilish. Shunday qilsangiz, siz o'zingizni ham, oilangizni ham, mol-mulkingizni ham ancha yaxshi himoya qilasiz. Sizda shunday holat bo'lganmi? Eshigingizga IIB xodimlari kelganda qanday yo'l tutgansiz? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan xulosa olsin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Huquqini bilgan odamni aldash, qo'rqitish va bosim qilish ancha qiyin bo'ladi.